Men o'z narxidan ancha arzon tushadigan koreys brendini topdim. Bugun biz Derma Factory brendini halol tahlil qilamiz. Hozir shunday fikr aytamanki, ko'pchilik bunga qo'shilmasligi mumkin. Menimcha biz ko'pincha mahsulotning tarkibi emas, balki uni reklama uchun ortiqcha pul to'laymiz. Chiroyli qadoq uchun, mashhur brend nomi uchun. Lekin bir necha soat davomida tarkiblari o'rganib chiqqanimizdan keyin fikrim o'zgardi. Eng qizig'i shundaki, bu brendlarning ko'plab mahsulotlarining tarkibi o'xshash bo'lgan mashhur brendlarga qaraganda ancha arzon. Va bugun men haqiqatdan ham hayratda qoldirgan mahsulotlarni ko'rsataman. Assalomu alaykum, siz Komiksiz kanaldasiz. Bu yerda biz koreys kosmetikasini halol tahlil qilamiz. Tarkiblarini o'rganamiz va qaysi mahsulot haqiqatdan ham o'z narxiga arziydi, shuni aniqlaymiz. Hech qanday oltin qopqoqlari yo'q. Hech qanday bir haftada ideal teri degan va'dalar yo'q. Hashamatli hissi ham yo'q. Lekin aynan mana shu brendning falsafasi Derma Factory mahsulotlarining tashqi ko'rinishiga emas, ingrediyentlar va formulalarga e'tibor beradi. Ko'plab mahsulotlarga qadoqlarning o'zida asosiy faol komponentlar yozilgan bo'ladi. Lekin bu formula aynan shu ingrediyentlar atrofida quriladi. Shaxsan menga shunday yondashuv juda yoqdi. Birinchi mahsulot hamma uchun aynan sizning ehtiyojingiz uchun SPF. Ko'pchilik brendlar bitta SPF chiqaradi va uni hamma uchun deb mos taqdim etadi. Derma Factory esa boshqacha yo'l bilan tutgan. Ular turli ehtiyojlar uchun bir nechta SPF variantlarini ishlab chiqqan. Fresh Aqua Sun SPF agar yuzda SPF borligini deyarli sezishni istamasangiz va juda yengil teksturani yoqtirsangiz. Kamchiligi quruq teri uchun namlantirish yetarli bo'lmasligi mumkin. Pure Sun SPF agar teringiz ko'proq namlikni va qulaylikni xohlasa, ayniqsa quruq va sezgir teri uchun juda yaxshi variant. Lekin mening eng sevimli SPF'im Daily Tone SPF. Bu SPF nafaqat quyoshdan himoya qiladi, balki teri rangini vizual ravishda tekisroq ko'rsatishga ham yordam beradi. Tonal krem surishni istamaydiganlar uchun juda qulay. Aynan shunday puxta o'ylangan yechimlar uchun bu brend esda qoladi. Ikkinchi mahsulot kutilmagan topilma. Niacinamidli 10% deo kremini ko'rganimda birinchi fikrim, nega umuman niacinamidli deodorant kerak? Keyin esa g'oyasini tushunarli bo'ldi. Bu shunchaki hidni yo'qotuvchi vosita emas, balki undagi niacinamid muntazam foydalanishga qo'ltiq osti teri rangini vizual ravishda tekisroq qilishga yordam berishi mumkin. G'ayriodiymi? Ha. Qiziqmi? Albatta. Mana shunday mahsulotlar Derma Factory'ni boshqa o'xshash brendlaridan ajratib turadi. Uchinchi mahsulot deyarli eng kam gapiriladigan vosita. Hautsinadan micellar suv. Ba'zan eng kam e'tibor berilgan mahsulot eng foydalilardan bo'ladi. Agar siz har kuni SPF yoki yengil makiyaj ishlatsangiz, tozalashning birinchi bosqichi iloji boricha muloyim bo'lishi kerak. Hautsina ekstraktining juda yuqori miqdori bu micellar suvni ayniqsa sezgir va qizarishga moyil teri uchun qiziqarli qiladi. Bu birinchi qo'llashtayoq voy deydigan mahsulot emas, lekin aynan shunday vositalar yillar davomida kundalik parvarishingizning ajralmas qismiga aylanadi. Aytgancha, Derma Factory'dan Hautsinali butun bir liniyasi mavjud. Bu liniya muammoli teri ega mijozlarning orasidagi eng sevimli mahsulotlardan biri. Ayniqsa o'smirlar orasida juda ko'p tanlanadi. To'rtinchi mahsulot parvarishni yaxshi tushunadiganlar uchun. Mana shu yerda Derma Factory meni eng ko'p hayratlantirdi. Niacinamidli yuz powderi. Ko'plab turli zardoblar chiqarish o'rniga brend niacinamidli kukun shaklida taklif qildi. Bu mahsulot parvarishni asoslarini yaxshi biladigan va aktiv ingrediyentlarni moslashtirib ishlatish uchun eng muhimi ishlab chiqaruvchining aralashtirish bo'yicha tavsiyalarga amal qilish va mos kelmaydigan mahsulotlar bilan tajriba qilmaslik kerakdir. Bu albatta hamma uchun emas, lekin g'oyaning o'zi juda qiziqarli. Bu mahsulotlarni nima birlashtiradi? Derma Factory bilan tanishgandan keyin bitta narsani tushundim. Bu brend qadoq bilan hayratlantirishga urinmaydi. Imkonsiz natijalar va'da qilmaydi va trend ortidan shunchaki trend uchun
quvmaydi. Har bir mahsulot bitta savolga javob beradi. U qaysi muammoni hal qilish kerak. Keyin esa formula aynan shu vazifa asosida yaratiladi. Shuning uchun ham brend juda xotirjam va kamtarona taassurot qoldiradi. Ular reklama yoki yorqin qadoqqa emas, tarkibga sarmoya kiritadi. Axir biz uchun eng muhimi tubik ichida nima borligi. Mening top 3 mahsulotlarim. Niacinamidli 10% deo krem. Noodatiy g'oyasi kundalik parvarishga qiziqarli yondashuv uchun. Daily Tone SPF. Quyoshdan himoya va teri rangini vizual tekslashtirishga birlashtirgani uchun. Va Fresh Aquasan. Shu qadar yengil va qulay teksturaga egaki, SPF ni har kuni ishlatganingiz keladi. Xo'sh, Dermafactory tanishga arziydimi? Agar siz kosmetikani faqat qadoqi yoki mashhurlikka qarab tanlasangiz, ehtimol bu brendga e'tibor bermaysiz. Lekin agar siz uchun tushunarli formulalar, faol ingrediyentlar va mantiqqa yaratilgan mahsulotlar muhim bo'lsa, Dermafactory albatta e'tibor bering. Men uchun esa eng katta kashfiyot ham aynan shu bo'ldi. Ba'zan eng qiziqarli topilmalar shunchaki baland ovoz bilan o'zini reklama qilmagani uchun ko'zga tashlanmaydi. Endi esa sizning fikringizni bilishni istayman. Bu mahsulotlardan qaysi biri sizga ko'proq qiziqtirdi va sizningcha qaysi brend yetarlicha qadrlanmayapti? Izohlarda yozing, balki keyingi videoda aynan o'sha brendni tahlil qilamiz. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va Comics kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.